Nima uchun bu kaltak yerkan, umuman hurmat ko'rmas ekan, uni moddiy ehtiyojlari qoplanmas ekan, uni ma'naviy ehtiyojlari qoplanmas ekan, yana yetmaganiga keyin uni tug'ilgan farzandlarini ham moddiy va ma'naviy jismoniy ehtiyojlari qoplanmasa, u ayol ehtiyojda, qo'rquvda yashayapti va u qo'rquvda yashagan ayol keyin qanday qilib erni, ota-onasini qalban xohlab, sevib, oyijonim, adajonim deb hurmat qilsin? Chunki u oyijon va adajon bunga zulm berayotgan erkakni o'stirgan, tarbiyalagan. Tushunyapsizmi? Ya'ni bu logikaga ham sig'maydigan narsa. Yo majburligidan yashaydi, xizmatini qiladi, lekin ana bu xohlab degan narsani endi kechirasiz. Xohlab bo'lishi uchun siz ham unga xohlab mehr berishingiz kerak. Qarz ikki qo'ldan chiqadi. Tushunyapsizmi? Bu qaytar dunyo bu. Siz bu yerdan o'lay deb turgan joyingizda nariyodan voy asalim degan gapni qanaqa qilib eshitmoqchisiz? Men hayronman.